Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, efirda Agar ko'rsatuvi. Bugun biz o'zimiz uchun eng qimmatli va bebaho bo'lgan vaqt qadri haqida suhbatlashamiz. Va albatta studiyamizga mutaxassislarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Biz odatda oila davrasida, hattoki bizni bolaligimizda ham va hozir farzandlarimizga ham non qadri, suv uvoli haqida gapiramiz va ular haqida ko'plab maqollar, naqllar, hikoyalar aytishimiz mumkin. Lekin ming afsuski, vaqt qadri va uni uvoli haqida gaplashmaymiz. Nega shunday? Vaqtimiz qimmatli, oltindan qimmat deymiz, lekin bunga u qadar e'tibor bermaymiz. Vaqt bu bebaho ne'mat deb o'ylaymanki, mening fikrimcha, va uni na qaytarib bo'ladi, na sotib bo'ladi va bizning farzandlarimizga, yoshlarimizga shuni nima qilishimiz kerakki, chunki vaqt ular o'ylashadi, vaqt ko'p deb o'ylashadi, lekin bunday emas. Bizning har bitta daqiqamiz sanoqli bo'ladi. Har hozirgi bajarayotgan faoliyatimiz ertangi poydevori bo'ladi. Shuning uchun vaqtdan unumli foydalanish uchun men o'ylaymanki, ertalab uyg'ongandan keyin kichkina rejalar tuzishimiz kerak, maqsadlar tuzish kerak va kunning oxirida va qanday maqsadlarga erishdik. Kunni qanday yakunlaganimiz haqida ham hisobot berishimiz kerak. Hisobot berishimiz kerak. Shunda kunimiz, vaqtimiz unumli taqsimlangan bo'ladi. Va masalan, taniqli insonlardan biri bu Elon Musk 5 daqiqalik bloklardan iborat o'ziga bir reja tuzib qo'ygan va bir vaqtda o'zi ko'p muammolar yechgan ekan. O'shandan bir nima qilsak bo'ladi farzandlarimizga yoki Indira Nooy, PepsiCo sobiq nimasi, bu ayol ham oilani ham ishni birgalikda olib borgan va buning uchun voqli ertalab turib har kunni oldini rejalashtirgan. Agar biz vaqtni rejalashtirmasak, vaqtni biz demak egasi bo'lmas ekanmiz. Vaqt o'tib ketadi. Bu keyin biz afsuslanamiz. Shuning uchun xalqimizda shunday bir nimamiz bor, dono gaplari bor. Vaqtni qadriga yetsang, ertangi sening yutug'ing. Agar uni isrofiga yetsang, bu sen pushaymon bo'lasan. Shuning uchun bolalarimizga bir sahifa bo'lsa kitob o'qisang, o'z ustida ishlasang, o'qisang, bu ertaning poydevori. Bekor yurgan yoshlarga nisbatan hozirdan ertaga qilaman degan emas, erta degani bu hech qachon degan bo'ladi. Shuning uchun 10 daqiqa sport bilan shug'ullansangiz sog'lig'ingiz uchun bu juda ham foydali va ozgina mehr oqibat oilangizga bersangiz, bu munosabatlaringizni mustahkamlaydi. Shuning uchun albatta biz vaqtni unumli foydalanish uchun bu bebaho ne'mat. Hozirgi megapolisda, hozirgi zamonda hattoki yer ham tezroq aylanyapti deyishyapti olimlar. Shuning uchun biz albatta vaqtni tejamlab, rejali tuzishga biz katta e'tibor berishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta biz vaqt qadri haqida juda ham ko'p gapiramizda. Bu haqda hozir siz aytib o'tgandek olimlarning so'zlarini, iqtiboslar keltiramiz. Hammamiz bilamiz. Hammamiz 100% bilamiz vaqt qadri haqida. Lekin negadir hammamiz ham amal qilavermaymiz. Hammada ham 24 soat vaqt bor. O'sha bizni o'tib ketgan ota-bobolarimiz, olimlarimizda ham, hozirda ham hattoki yosh yigit qizlarimizni qandaydir marralarga erishganini ko'rganda faxrlanib ketasizda. Hattoki farzandlarga kerak bo'lsa o'rnak qilib ko'rsatasiz. Lekin ularda ham, bizni farzandlarimizda ham hozir 24 soat vaqt bor. Lekin kim nimaga sarflayapti? Mana Diyorbek, siz yosh bo'lishingizga qaramasdan ko'plab yutuqlarga erishgan yigitsiz-da. Sizni bemalol yosh farzandlarga misol qilib ko'rsatish mumkin. Mana shu vaqt qadri haqida sizni oilangizda qandaydir bir suhbatlar bo'larmidi? Rahmat savolingiz uchun. Endi vaqt qadri har doim bizning oilamizda juda ham dolzarb masala bo'lib kelgan. Sababi oddiy oila farzandiman, lekin shunga qaramasdan mana xorijda eng nufuzli oliygohlarni o'qishga, demak, o'qish baxtiga sazovor bo'ldim. Albatta bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Bu mana yurtimizda yoshlarga berilayotgan e'tibor, qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlar, shu jumladan mana El yurtimida jamg'armasi bor. Shu jamg'arma orqali men xorijda nufuzli oliygohda o'qib keldim. Bu jamg'arma orqali o'qish, umuman olganda nufuzli oliygohlarga kirish bu hech qachon o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu tinimsiz mehnat,
demak o'z ustida ishlash natijasida bo'ladi. Bu nafaqat prosta til bilib ketish ham mumkin emasda u yerga. Til bilishingizdan tashqari o'zingiz sohangizni mutaxassisi bo'lishingiz kerak. Shu sohada yetakchi olimlarni, demak kitoblarni, ular nashr etgan kitoblarni va umuman olganda maqolalarni sinchiklab o'qib chiqish kerak va shuni ichiga kirish kerak bo'ladida. Bizning oilamizda shunaqa tushunchalar borki, endi xalqimizda ham ko'p bu narsa aytiladi, mana bugungi ishni ertangi qoldirma, qolgan ishga qor yog'adi deb ham aytishadi. Endi ota-onam shunaqa tarbiya berganki, har doim o'zimni ustimda ishlayman. Men bilamanki, odam qachon o'zini ustida ishlashni to'xtasa, u mag'lubiyatga uchraydi. Xohlang u Kembridjda o'qisin, xohlang u Oksfordda o'qisin, agar o'zini ustida ishlashni to'xtatsa, shu kunni o'zida yutqazadi. Chunki bugungi kunda zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Oldin misol uchun bitta yangilik 100 yilda bir marta, 50 yilda bir marta, 20 yilda, 10 yilda bir marta bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda kelib kuniga kamida 5-6 ta yangilik bo'lyapti. Shuning uchun biz tinimsiz o'zimizni ustidan ishlashimiz kerak. Har doim yangi mana yo'nalishlarni izlashimiz kerak, xorijiy tillarni o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Yoshlarga men faqat shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Insonning eng yaqin do'sti bu kitob. Men o'zim misol qilib aytaman, ishxonamdan uyga va uydan ishxonaga bir yo'nalishda demak 40 minut sarflayman mashinada har kuni. 40 minut bir tarafga, 40 minut orqaga. Shu 40 minut ikkiga ko'paytirsak 80 minut bo'ladi. Men qizg'anaman shu 80 minutda. O'shaning uchun men yo'lda musiqa eshitmayman-da, audio kitob eshitib ketaman. Ya'ni bu nima degani? Mana baribir ham shu 80 minutda men shu mashinada sarflashga majburman. Lekin shuni nima deydi? Bekorga shu vaqtni ketkazmaslik uchun men kitob o'qiyman yoki audio kitob yoki podkast eshitaman yoki biron bir tarixiy, hujjatli bir yangi bir intervyular yoki boshqa bir videolar chiqsa, shularni eshitib ketaman. Bu misol uchun sun'iy intellekt bo'yicha bo'lishi mumkin. Turli xildagi mana axborot texnologiyalar, raqamlashtirish va umuman olganda bugungi kunda jahonda bo'layotgan yangiliklar haqida eshitib ketaman. Bu ham o'ylaymanki, yoshlarga bir nima deydi, bir tavsiya. Chunki baribir ham endi ishga borganda, o'qishga borganda bir holimizmi yo'qmi, jamoat transportida vaqtimiz bekorga ketish kerak emas. Bugun biz shunaqa zamonda turibmizki, biz jahon bozoriga chiqishimiz kerak. Biz ichki raqobat nima deydi, bu bir-birimiz bilan raqobat qilishimiz mumkin, lekin biz shunaqa darajaga keldikki, biz xorijiy mamlakatlar bilan o'sha raqobat bardosh bo'lishimiz kerak. Bugungi kunda vaqt bu abstrakt tushuncha bo'lganligi uchun ko'pchilikka sezilmaydi. Endi vaqtni ko'proq biz fizikaviy jihatini, ya'ni Newton, Albert Einstein bilan bog'lab ketadigan bo'lsak, yoshlarga uni tushuntirish juda ham qiyin. Tushuntirish emas, menimcha ko'proq misol tariqasida ko'rsatish kerak. Chunki siz mana bular aytyaptilar, Diyorbek, kitob o'qish deyaptilar, juda yoki elektron kitoblarni o'qish deb aytdilar. Kitob o'qish bu tarbiyadan boshlanadi. O'sha jarayonda haqiqatan ham ota-onani o'zi farzandga misol bo'lsa, farzand ham keyinchalik o'zini vaqtini to'g'ri taqsimlay olishga harakat qiladi. Chunki vaqtni to'g'ri taqsimlay olish bu muvaffaqiyat garovi. Kelajakni to'g'ri ko'ra olish muvaffaqiyat garovi. Lekin bugungi informatsion jarayonda, ya'ni 21-asr biz bilamizki, informatsion jarayon juda ko'p ma'lumotlarni qabul qilish ham vaqtni talab qiladi. Bu ma'lumotlarni to'g'ri taqsimlash ham vaqtni talab qiladi va men o'ylaymanki, yoshlar to'g'ri taqsimlashga harakat qiladi. Hamkasbim to'g'ri aytdilar, rejali, agar kun bo'yi rejali harakat qilinsa va kunning oxirida shu rejadan nimalarni amalga oshirganligi to'g'risida o'ziga hisobot berib o'tilsa, bu juda ham to'g'ri bo'lardi. Biz odatda mana bolalarimizga vaqt qadri haqida gapirganimizda ular bajonidil buni qabul qilishmaydi. Aniq, chunki o'zimiz ham shunday bo'lganmiz. O'ynagimiz kelardi. Masalan, tushlikdan keyin uxlagimiz kelmasdi. Qandaydir muddatda bir dam olsang, kuchga to'lasan, keyin bemalol darslaringni qilasan degan gaplar yoqmasdi. Lekin bizga ota-onamiz shuni o'qitirishga harakat qilishganda, mana siz ham bugungi kunda nufuzli oliygohlarda o'qib, o'z o'rniga ega bo'lgan yoshlar qatoridasizda. Sizga ham shunday yoshligingizda masalan taqiqlar bo'lgandir, qandaydir o'z-o'zidan bo'lmaganda, bu bolalikdan shakllanmasa, katta bo'lganda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? Sizda ham shunday holatlar bo'lganmi?
albatta shunaqa bo'lgan. Agar mani ota-onam yoshligimda vaqt qadrini o'rgatishmagan bo'lganida, tushuntirishmagan bo'lganida, menimcha hozirgi yetishgan yutuqlarimga yetmagan bo'lardim. Chunki yoshligimda masalan aytganingizdek hamma bola baribir qiziqadi. O'ynagisi keladi, ko'chaga chiqgisi keladi, bir xillarda dars qilishdan chalg'ib televizor ko'rishi mumkin masalan. Lekin ota-onamiz mani misolimda bu adam menga har doim aytardilar, agar yaxshi o'qisang kelajakda katta yutuqlarga erisha olasan deb. O'shanga men maktabga chiqmasimdan boshlab уже 5-6 yoshligimda menga matematikani o'rgatib, kerak jadvallarni o'rgatib, keyin tayyor qilib chiqarganlar. Har doim aytadilar, keyingi keladigan etap uchun sen hozirdan tayyorgarlik ko'rgin deydilar. Shu sababli men har doim o'zim ustimda ishlab, maktabga chiqqanimda ham har kuni darslardan keyin o'qituvchim bilan qolib, birga dars qilib, matematikadan, fizikadan bo'ladimi, kerak bo'lsa darslar soat 1 da tugasa 5-6 gacha o'tirib birga o'qirdik. Lekin shuni ketidan men katta yutuqlarga erishdim. Masalan, litseyga kirib ketishga juda ham katta yordam bo'ldi. Keyin bo'lsa universitetga kirishga. Men o'qituvchi bo'lib ham ishlab ko'rdim student bo'lgan paytimda. Va undan keyin 2024-yil Novoye nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Hozirda 40 ga yaqin ilmiy maqolalarim bor. Hozirgi xorijiy jurnallarda chiqqan va shu sababli men o'zim ustimda keyin yana ishlash niyatidaman. Mana hozir sizga yoshligingizdan o'qishga undashgan. Hozirda psixologlar bolalarga ko'p yuklama berish bu noto'g'ri. Bola bolaligida turish kerak. U albatta o'z vaqtida o'ynash kerak. Kerak bo'lsa shu maktab yoshiga yetgunga qadar unga darslar va qandaydir tillarni o'rgatish shart emas degan bir qarashlarni aytishadi-da. Lekin mana bunday yutuqqa erishgan bolalarni qarasangiz, albatta hammasi 5 yoshdan yoki undan-da erta mana shu fanlarga kirishni boshlagan. Bu qarashlarga sizlarning fikringiz qanday? Xo'p, vaqtni qadri haqida gapiradigan bo'lsak, hamkasblarim aytib o'tganidek, bu abstrakt tushuncha. Ya'ni vaqtni sog'liq bilan birgalikda olib borsak ham bo'ladi. Ya'ni sog'liq ham orqaga qaytmas tushuncha. Ya'ni orqaga qaytmaydi sog'liq ham, insonning sog'lig'i ham. Xo'p, vaqtni qadri. Ko'pchilik bunga har xil yondashadi. Ya'ni qanday? Kimdir misol uchun menga onam aytardilar, kirib uxlasangchi, katta bo'lganingda vaqting bo'lmaydi uxlashga, ishga ko'ngil ketasan. Yoshligimda futbol o'ynardim, koptok o'ynardik. Koptokning orqasidan yuguraversanmi? Kirib uxlasangchi, dam olsangchi derdilar. Demak, o'sha vaqtlarda bizni misol uchun ota-onamiz bizga mana shu narsani vaqt sifatida ko'rsatgan. Bizga mana shu narsani tushuntirmoqchi bo'lganlar. Hozir haqiqatan ham bizda vaqt yo'q bu narsaga. Imkon yo'q. Mana ko'pchiligimiz qarab turibmiz, vaqtni, ya'ni vaqt o'tishini bilim bilan o'lchashyapti. Bilim olish, o'z vaqtida bilim olish. To'g'ri, bilim olish kerak, ammo boshqa tarafi bor. Sport bilan shug'ullanish ham vaqtni qadrlash hisoblanadi. Insonning salomatligi. Ma'rifat bilan shug'ullanish, o'sha kitob o'qish, ya'ni yoki san'at bilan shug'ullanish, barchasi bu vaqtni qadri hisoblanadi. Ammo bitta misol keltiraman, balki joyi emasdir. Interstellar degan kino bor, barchamiz bilamiz, juda ham mashhur kino. Aynan vaqtni Einstein nisbiylik nazariyasiga ko'ra vaqt haqida kino. Bunda mana shu inson yer yuzini halokatdan qutqarsa ham, ammo oilasini, qizini katta bo'lganini ko'rmagani uchun afsuslanadi. Vaqtni behuda ketkazgani uchun afsuslanadi. Demak, har bir inson uchun vaqtni qadri boshqacha, o'zgacha. Kimdir oilasi uchun vaqtni sarflashni xohlaydi. Kimdir esa bilim uchun, ilm uchun. Meni fikrimcha, vaqtni qadrlash yaxshi, ammo hamma o'z yo'lini bilib tanlab olish kerak. Nima uchun vaqtni sarflashini bilish kerak oldinroq. Siz aytasiz, bola ham bilim olish kerak, ham o'ynash kerak. Inglizlarda bitta ibora bor, ya'ni time table deyiladi. Vaqt jadvali. Ular bog'chadan boshlab o'sha bolaga time table tuzib berishadi. Ya'ni ovqatlanish vaqti, shu sport misol uchun yoki o'sha ijtimoiy tarmoqdan foydalanish, ya'ni ijtimoiy tarmoqdan bog'cha yoshlari emas, maktab yoki o'spirin yoshlar foydalanadi ko'proq. Har bitta narsani bo'lib berishadi. Men o'ylaymanki, o'sha maktabdan kelsa bog'chadan o'sha malakani o'rgatish kerak amaliyotni, ya'ni vaqtni boshqarish. Qaysidir ma'noda biz nazoratga olishimiz kerak bo'ladi. Chunki bilamiz, ko'z ochmaguncha hamma narsa o'tib ketadi. Kasbimdan kelib chiqqan holda talabalarga dars o'tayotgan vaqtimda men shuni tushuntiraman. Mana bugun birinchi kurssan.
ko'z ochmaguncha 4-kursda bo'lib qolasan. Bitta mutaxassislik emas, ya'ni o'qiyotgan mutaxassisliging emas, balki qo'shimcha tilni ham yoki IT bo'yicha sohalarni, misol uchun kompyuter texnologiyalari bo'yicha qanaqadir ko'nikmaga hosil qilish uchun o'rgan. Ya'ni shu ustunlik davringni o'rganib olsang, ertaga ishga kirganingdan keyin faoliyating davomida vaqting chegaralanadi. Misol uchun vaqt qo'yiladi ularga. Foydalanib qol deyman ularga. Hozirdan aytaman. Yo qo'shimcha tilmi misol uchun. Shu fikrdaman, ya'ni vaqt jadvalini tuzib berish kerak. Shuni ko'nikma hosil qilish kerak bo'ladi. Siz yosh bo'lishingizga qaramasdan hozir ilmiy daraja olish harakatidasiz. Bu ham o'ziga yarasha menimcha vaqt talab qiladi. Biz bir paytlar dotsent, doktor, professor deganda kamida bir 50 dan oshgan insonni ko'z oldimizga keltirardik. Eshikda shunday yozuv bo'lsa, biz ichkarida yoshi ulug' inson bilan suhbatlashish uchun tayyorlanib, ruhan tayyorlanib kirardik. Bugungi kunda bu endi umuman o'zgarib ketdi. Hozir mana kim o'ylaydi sizni mana shu ilmiy ish bilan shug'ullanib yurgan yigit deb. Masalan, qizlar orasida ham juda ham ko'p yosh professorlarni ko'rganda to'g'risi havasim keladi. Bundan boringki 10 yil oldin ham, ko'p bormaymiz, 10 yil oldin ham bu haqda o'ylashni o'zi bir tasavvurga sig'masdi-da. Mana demak, yosh bo'lishga qaramasdan ilmiy darajalarga erisha olayotgan yoshlar ham mana shunday vaqtlarini to'g'ri taqsimlay olgani uchunmi? Shunday. Sizda ham hozir o'zingiz aytib o'tganingizdek, vaqt taqsimoti qanday bo'ladi shaxsiy hayotingizda? Men time table o'zimga qo'yganman, ya'ni vaqt jadvalini qo'yganman. Ya'ni ertalab nima bilan shug'ullanishim, ya'ni universitetda darsim bo'ladigan bo'lsa, undan keyin nima bilan shug'ullanishim, hammasi kun davomida rejali bo'ladi. O'sha rejali bo'lgani uchun ham men unumdor deb o'ylayman vaqtim sarflanishi. Misol uchun universitet dars o'tgandan keyin qo'shimcha o'quv markazida ingliz dars beraman, ingliz tilidan. U yerdan keyin misol uchun sport bilan shug'ullanaman. Xuddi shu tariqasiga opamiz aytdi, oxirida ya'ni yakunida o'ziga hisobot berish kerak. Bugun ya'ni qanaqadir samarali o'tkazildimi yoki yo'qmi? Xuddi shu haqda o'zimga nisbatan misol uchun fikr yuritaman. Ya'ni bugun nima qila oldim, ertaga nima qilishim kerakligi haqida ozgina o'ylab qo'yaman, обязательно bu narsa kerak deb o'ylayman. Boyaga fikringizga qo'shimcha shunaqa auditoriyaga kirsam, ko'pchilik talaba deb o'ylashadi meni. Keyin dars boshlaganimizdan keyin kirishilgandan keyin tanishib bo'lgandan keyin tushunishadi o'qituvchi sifatida. Chunki mendan yosh kattalar ham haligacha talaba bo'lib o'qishi mumkin, ya'ni sirtqi yoki masofaviy ta'limda shu vaqt jadval tuzilgan. Qarang, vaqt jadvalini tuzamiz, bu bor gap. Lekin har doim ham unga amal qila olmaymiz. Vaqt jadvali menimcha tuzib ko'rmagan inson bo'lmasa kerak. Lekin negadir kutilmagan ishlar chiqib, har doim jadvalim buzilib ketadi deyshadi, borib bu haqda o'ylamay qo'yadi. Juda ko'pchilikda shunday bo'lganini kuzatdik-da. Demak, vaqt jadvalini to'laqonli nuqtadan nuqtagacha qilib tuzib olish shartmi yoki qandaydir haqiqiy bir qilish kerak bo'lgan asosiy ishlarni bir reja qilib olsa bo'ladimi? Men o'ylayman, to'laqonli tuzish kerak. Endi tashqi muammolar ta'sir qilishi mumkin, lekin imkon darajada harakat qilish kerak, ya'ni o'sha rejaga rioya qilishi. Ya'ni shunda unumdor bo'ladi deyman. Asosiy ishni qilganingizdan keyin vaqt misol uchun chegaralanib qolishi, tugab qolish imkoni bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, to'liq tuzib, bor e'tiborni shu vaqtni unumli sarflashga e'tibor qilish kerak deb o'ylayman. Vaqtni taqsimlash maqsadga muvofiq. Maqsad deb qo'yilishi kerak. Rejali ishlar amalga oshiriladi kun davomida deb. Misol uchun kuniga biz ma'lum bir voqealarga duch kelamiz. Insonga bog'liq bo'lmagan jihatlari ham bor. Shu voqealarni endi siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi hisobga olish imkoniyati bo'lmaydi. Bu imkoniyatdan kelib chiqqan holda maqsad deb qo'ydikmi, shu rejani amalga oshirishga harakat qilinishi kerak. Harakat bu keyingi muvaffaqiyat. Harakat qildingizmi, demak siz shunga yetishasiz, amalga oshirasiz. Albatta, bugun mashhur insonlarni, albatta qaysidir darajaga yetgan insonlarni kuzatadigan bo'lsak, vaqtingni to'g'ri taqsimla yoki vaqt qadri, vaqt taqsimoti haqida juda ham ko'plab so'zlari, gaplari, videoroliklar, kitoblar hattoki bor. Bularni o'qib ko'radigan bo'lsak, ular hattoki bir umrga rejalar qilishgan. Bu bir kunlik emas, bir oylik, bir haftalik, yillar davomida nimalar qilishlarini bemalol reja qila olgan insonlar. Demakki, biz vaqtimizni qadrlab, qandaydir bir rejalar tuzib olsakkina o'zimiz istagan marralarga erisha olamiz. Biz hozir mana shunday qarashlar bilan yurgan paytda, mana siz tahsil olgan davlatda
vaqtga nisbatan qarashlar qanday bo'lgan? Biz o'qigan davlatda time management degan tushuncha bor. Bu o'sha aynan sizni o'zingizni vaqtingizni boshqarish tushunchasi bo'ladi. Asosiy bu yerda maqsadni, bu konsepsiyani asosiy maqsadi bu sizni oldingizda turgan ustuvor vazifa va qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni prioritetlash nazarda tutiladi. Ya'ni bir xil ishlar bor. Siz misol uchun kechiktirmasdan bugun qilishingiz kerak. Bir xil narsa bor, misol uchun mana dissertatsiya yozish yoki maqola yozish. Ko'p holatlarda bo'ladiki, ertaga qilaman, indinga qilaman deb cho'zib yuramiz. Ya'ni prokrastinatsiya masalasi bo'ladi. Shu time managementda yana bir yaxshi narsasi borki, bu demak o'zingizni mana qilish kerak bo'lgan ishlaringizni qoldirib bo'lmas ishlar, ikkinchi darajali, uchinchi darajali, ya'ni shu qilingan ishlarni, qilish kerak bo'lgan ishlarni darajaga bo'lgan holda ularga ustuvorlik berib, vaqtingizni shunga qarab ajratsangiz, ana shundagina siz to'g'ri rejalashtirgan bo'lasiz. Undan tashqari mana albatta mana time management deganda bu umuman olganda keng tushuncha bo'ladi. Endi hammamiz endi muammo bo'ladi bir xillarda to'liq ishga nima deydi, ko'milib ketib qolamiz. Lekin time managementda shu alohida buni inobatga olish kerak. Oilaga ham vaqt ajratish kerak har doim. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, qanaqa ishda ishlashimizdan qat'iy nazar oilaga vaqt ajratish kerak. Endi kimda farzandlari bo'lsa, farzandlarning tarbiyasiga vaqt ajratish kerak. Shu o'zini ustida ishlashga vaqt ajratish kerak, sport bilan shug'ullanishga, shu sog'lom turmush tarzini demak targ'ib qilishga va umuman olganda barcha shu masalalarga demak har kuni teng vaqt ajratish kerak. Yana bitta bizda mana o'qishda o'qiyotgan paytimizda ham shunaqa bir turli xil konsepsiyalar bor. Qanaqa qilib misol uchun ishni to'g'ri tashkil qilish. Bizda endi ko'plab shunaqa konsepsiya bor. Ularning bittasi eng menga yoqqani pomidor demak prinsipi bor. Bu degani mana biron bir ish qilayotganingizda bu xohlaysizmi, bu dissertatsiya bo'ladimi, yo bir kompyuterda biron bir ish qilasizmi, xat yozasizmi, maqola yozasizmi, nima qilishingizdan qat'iy nazar odamni demak psixologiyasidan kelib chiqib qilingan narsa bu. 25 minut siz fokusda, ya'ni bor e'tiboringizni shu ishga qaratasiz, 25 minut. Keyin 5 minut tanaffus qilasiz. 5 minut tanaffus qilganingizdan keyin yana 25 minut ishlaysiz, keyin 5 minut. 3 marta shu 25 minutdan ishlaganingizdan keyin bitta kattaroq tanaffus qilasiz. Yana shu davomida demak shunda yana davom ettirasiz. Bu nima uchun kerak? Hammamiz bilamiz, mana kitob o'qiymizmi yoki televizor ko'ramizmi, nima qilishimizdan qat'iy nazar ko'p vaqt bitta narsa bilan shug'ullansak, ayniqsa endi bu yozayotganda yo biron bir ish qilayotganda odam miyasiga hech narsa kirmay qoladi. E'tibor chalg'ishni boshlaydi. Endi telefon bo'ladi yoki internetga kirgisi keladi, boshqa qiladi. Lekin odam 25 minut ishlab turib, 5 minut dam bersa o'ziga, yana fikrlarni jamlab olib, orasida suv ichib olishi mumkin, yo bir turib ozgincha razmika qilish mumkin. Ya'ni ko'ryapsizmi, bu yerda ko'p masalalar bor. Ya'ni misol uchun bitta joyda o'tirib qolmaslik, boshqa ko'p demak bu yerda ichida nima deydi, ma'nosi bor bu konsepsiyani. O'shaning uchun o'ylaymanki, ko'plab shunaqa endi vaqtni boshqarish bo'yicha turli xildagi odamga yordam beruvchi tavsiyalar bor. Buni bir ko'rish mumkin. O'ylaymanki, aynan shu tavsiyalardan samarali foydalansa, odam o'zini vaqtini to'g'ri boshqaradi. Chunki mana yuqorida hamkasblarimiz juda ham to'g'ri aytdi. Biz vaqtni orqaga qaytara olmaymiz. Ayrim joylarda biz dangasalik qilgan bo'lishimiz mumkin. Shuncha vaqtim ketadi, boshqa qilgan deb o'ylashimiz mumkin, lekin vaqt bu kerak bo'lganda tillodan ham teng narsa aslida. Qimmat, bebaho narsa. Yuqorida suhbat avvalida to'g'ri aytib o'tdinglar. Ortga qaytarib bo'lmaydigan narsalar. Bu sog'lik, yoshlik, vaqt. Lekin hammasi borib yana baribir vaqtga taqaladi. Biz mana shu vaqtni taqsimlash haqida gapirganda aytib o'tganimdek, juda ko'p aytamiz, lekin amal qilishimiz kamroq. Tong sehri deb nomlangan, adashmasam, bir kitob bor edi, g'arblik bir yozuvchi tomonidan yozilgan. Aynan mana shu kitobda ham erta tongdan har bir reja qanday qilinishi, erta tongdan uyg'onish haqida aytilganda, biz ham erta tongdan uyg'onishim kerak deymiz. Lekin biz uyquga qancha vaqt sarflashimiz kerak? Hozir hamma ishlaymiz, oila, ro'zg'or va asosiy vaqtimizni olayotgan narsa telefondan ajralib, to uxlashga yotgunimizga qadar eng ertasi 12. To'g'rimi? Hozirgi kunda hattoki yosh bolalar ham 12 dan oldin uxlamaydi.
boringki bir ikki bo'lib ketsa salgina kech qoldimda degan bir fikr o'tadi. Agar 12gacha uxlasangiz marra sizniki. Bugun erta yotdim degan bir mamnuniyat bo'ladida insonda. Xo'p, shunday ekan, biz erta tongdan o'sha 4 dan 5 dan turib yana kuchga to'la olamizmi? O'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizni bajara olamizmi? Yo'q, albatta. Sababi shifokorlarimizni ko'pchilik tavsiyasi bilan ma'lum o'sha uyqu davridagi gormonlarning ishlab chiqilishi va o'sha insonni ertangi kuniga bo'lgan kuchini yig'ishi uyqu soatini tashkil qiladida. Ma'lum deylik, o'sha yosh bolani yoki katta insonni dam olish soatlarini tashkil qiladi. Sababi miya faoliyati bilan bog'liq bo'lganligi uchun insonni sog'lig'i bu yerda katta rol o'ynaydi va unga e'tibor kuchli bo'lishi kerak. Nafaqat haqiqatan siz aytib o'tganingizdek mediaga urg'u berib o'tmoqchi edim. Bugungi yoshlar ko'proq o'sha internet yoki qaysidir o'yinga vaqtni ko'proq sarflashadi o'zini ustida ishlashga nisbatan. Buni menimcha jamiyatni xatosi deb o'ylayman. Jamiyatda ham nafaqat o'zini vaqtini, balki boshqa shaxsni vaqtini ham hurmat qilishga o'rgatish kerak. Albatta, biz nafaqat o'zimizni, balki boshqalarni vaqtini ham tejashni o'rganishimiz kerak. Bu albatta hurmatdan, izzatdan deb bilamiz. Lekin bugun hammadan ham ko'proq bizni vaqtimizni o'g'irlayotgan yoki biz o'zimiz shu tekindan tekinga berib yuborayotgan, vaqtimizni olayotgan bu ijtimoiy tarmoq. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoq uchun 2 soat vaqt ajratilsa yetadi deb aytishadi. To'g'ri, 2 soat yetadi. Lekin biz telefonimizni vaqtiga qaraydigan bo'lsak, ekran vaqti deyilgan joyi bo'ladi-ku. Biz bir kunda 8 soatlab telefonga termulgan bo'lamiz. Agar biz umrimizni 8 soatini mana shu ijtimoiy tarmoqqa bag'ishlab yuborayotgan bo'lsak, qolganini nimaga sarflayapmiz? Agar o'zimiz fikrimizni bildirsak, to'g'ri, ijtimoiy hozir 21-asrda bu informatsiya, demak, o'sha davrda yashayapmiz va afsuski, men yoshlar ham mutaxassis sifatida aytmoqchiman, zarar tarafi juda ham ko'p. Chunki zarar tarafi bolalar hozir shunaqangi bir nima bor, kasallik bor, raqamli autizm degan kasallik bor. Bolalar nutqi chiqmayapti. Chunki bizlar yoshligimizda bizlar ko'chadan bu yoqqa olib kela olmasmiz. Biz ko'chada katta bo'lganimizda o'yin faoliyati orqali nutqimiz chiqqan. Hozirgi bizlar yosh onalar nima qilyapti? Bola jim o'tirsin deb qo'liga smartfon berib qo'yadi. Bola keyin kuni bilan tug'ilgandan maktabgacha borguncha shu smartfon bilan vaqt o'tadi. Bu birinchidan salomatligiga zarar yetkazadi, uning rivojlanishiga zarar yetkazadi va vaqtni qadrlanishiga ham zarar yetkazadi. Bolada hech qanaqa muloqot rivojlanmaydi, salomatligiga ham zarar yetkazadi. Shuning uchun men o'ylaymizki, to'g'ri, bizni ishimiz ham xuddi shunday. Bizlar jadval to'ldirishimiz kerak, har doim Telegramda o'tiramiz, boshqa nimalarda. Lekin kerakli deb o'ylaymanki, masalan, meditsinada shunday bor, tez yordam deydigan narsa, zarur narsani hozir bajarishimiz kerak va qolganlari keyin nima bo'lishimiz kerak. Yoki masalan, men ham o'zim mana shu fandan maxsus va inklyuziv ta'limda AKT deydigan fandan dars o'taman. Masalan, har bitta yoshga nisbatan ma'lum bir me'yor bo'lishi kerak. Qachon mumkin kompyuter oldida, smartfon oldida o'tirish. Yoshlarda haftasida 3 marta 5-10 daqiqadan oshmasa, maktab o'quvchilar 15-20 daqiqa yoki 45 daqiqa, katta yuqori sinf o'quvchilar uning orasidan bari bular ko'z gimnastikasi, ozgina o'sha salomatligiga e'tibor berish kerak. Shuning uchun bir joyda ham qimirlamasdan o'tirib, to'g'ri salomatligiga, uning ko'z nuriga yomon ta'sir qilishi mumkin. Odamlar munosabat bilmaydi, masalan, qo'shnisi kim uni, bolalar kim uni. Faqat o'sha telefonda o'sha virtual hayotga kirib ketadi. Bu albatta oqibatda yomon bir nimalarga olib kelishi mumkin. Biz telefonda mana shu o'tkazib ko'rib o'tirganimizda xuddi nazarimizda
o'zimizga kerakli narsalarnigina ko'ryapmiz deb o'ylaymiz, qolganini o'tkazib yuboryapman. Masalan, juda ko'p ayollarni kuzataman, pishiriq retseptlarini boshidan oxirigacha qo'ymay ko'rishadi, lekin uni birortasini pishirib ko'rmaydi. Yoki dunyo xabarlari deymiz, qandaydir bugungi kunda yon qo'shnimiz, mayli qo'shnini qo'ying, oilada farzandimiz bugun kunini qanday o'tkazdi bilmaymiz, lekin dunyoni narigi chekkasida nima bo'layotganini bilishga harakat qilamiz. Mana shu ijtimoiy tarmoqda bizni vaqtimizni o'g'irlayotgan barcha narsalarga e'tiborimiz kuchli, lekin qarindosh urug'imizda qanday voqea hodisa ro'y beryapti ekan, hamisha ham bundan xabardor emasmiz. Mana shunday bir shakl doira shaklida chizilganda va uni taqsimlarga bo'lganda bir kunda inson har bir soatini taqsimlab necha soat masalan shaxsiy ishiga, necha soat farzandlarga, masalan turmush o'rtog'iga, qarindoshlarga, hattoki do'stlarga va umuman xoli qolib sayrga qancha vaqt ajratish kerak, ana undan keyin kitob o'qishga, ilm olishga qancha vaqt sarflash kerak. Taqsimlab berganda buni ko'rganingizda xuddiki oson, juda ham oson bo'larkan-ku deysizda. Mana shunday yashasa bo'larkan-ku, nega biz bunday yashamayapmiz degan fikr bo'ladi va inson o'ziga ahd qiladi. Bo'ldi, bugundan boshlab mana shunday yashayman. Lekin bizga yana o'zimiz ko'ra bilib turib ko'z yumayotgan omillar desak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bilmay desam bu noto'g'ri. Bilib, ko'rib turib mana shu omillarni baribir bartaraf eta olmaymiz. Mana shu zararli odat deylik, buni vaqtni taqsimlay olmaslik. Bundan qutulish uchun biz nima qilishimiz kerak? Yoshlikdan boshlash kerak bu narsani. Ota-ona o'zini bolasiga uqtirish kerak. Agar yoshligida masalan boya aytib o'tdingiz, majburlab bo'lmaydi bu narsani qilishga, yoki bo'lmasam berib qo'yib, masalan oxirigacha shu bilan 3-4 soat shug'ullanganda bo'lmaydi. Bolaga imkon berish kerak. Har xil yo'nalishlarga berib, masalan to'garaklarga, mashg'ulotlarga bersa bo'ladi. Shaxmatga borib ko'rsin, futbolga, suzishga, pianino chalib ko'rsin, skripka chalib ko'rsin. Odam o'zini hobbisini topishi mumkin bu orqali. Agar bolani o'zini qiziqishi bo'lsa, agar qaysidir yo'nalishda o'zini topolsa, bu yana bitta plyus bo'ladi. Ya'ni vaqtini ketkazmayapti-da, o'ziga mashg'ulot topib, o'ziga maqsad qo'yib, o'ziga hobbi topib, o'sha yo'nalishda ishlayapti. Masalan, agar hozirgi paytda oladigan bo'lsam, bizani hamkasblarimizni aytasiz, masalan 8 soat, 6 soat telefonda o'tiradiganlar bor. Bu qaysi odamlar? O'zini ishini yoqtirmaydigan odamlar yoki bo'lmasam qiziqmaydigan odamlar o'zining ishiga. Yoki o'ziga maqsad qo'ymagan insonlar. Bu hammasini yoshlikdan boshlash kerak. Agar masalan o'zini kasbini sevadigan insonlardan so'raydigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam o'zini hobbisini sevadigan sportsmenlardan so'raydigan bo'lsangiz, ular telefonda maksimum 1-2 soat o'tirishi mumkin masalan. O'zini hobbisini topish kerak birinchi navbatda va o'ziga maqsad qo'yish kerak. Agar odam o'ziga maqsad qo'ya olsa, u uchun erishish uchun rejalar qo'yib chiqadi. Har bitta rejaga erishish uchun u vaqt ajratish o'zi xohlaydi. Agar xohishi bo'lmasa, hech narsaga erishish mumkin emas. O'shanga men nazarimda maqsad bo'lish kerak va reja tuzish kerak. Rahmat. Har bitta ilovada, ya'ni o'sha ilovani o'zida chegaralangan bo'ladi. Ya'ni kunda qancha vaqt foydalanishingiz mumkin. Uni o'zingiz qo'yasiz vaqtini. Misol uchun men Instagram ilovasidan kun davomida 15 daqiqa foydalanish mumkin va buni 15 daqiqa cheklab qo'yaman. Ya'ni 15 daqiqa foydalanaman. Undan keyin Instagram o'sha ilovasiga kira olmayman. Yoki YouTube ilovasimi? Men o'ylayman, o'sha agar bola yosh bola degan bo'lsa, ota-ona tomonidan shu ilovani cheklab qo'yish mumkin. Ya'ni uni sozlamalar ro'yxatiga kiradi va u yerda vaqt qismi bo'ladi. Ya'ni kun davomida qancha foydalanish mumkin. Uni ota-onaning o'zi yoki o'sha bolaning o'zi belgilashi mumkin. Ya'ni bugun 1 soat foydalanaman, bugun 50 daqiqa yoki 40 minut daqiqa foydalanaman deb belgilab qo'ysa bo'ladi demoqchiman. Ya'ni shu ham qanaqadir ma'noda yechim bo'lishi mumkin. Ya'ni bekorga qo'yilmagan. Albatta. Qo'shimcha Juda ham yaxshi maslahat. Hozir yosh bolalar, ya'ni biz katta insonlar o'zimizni nazorat qila olamiz hozirgi davrda. Ammo yoshlar, hozirgi avlodni, misol yosh avlodni biz nazorat qila olmaymiz. Ammo umuman taqiq qo'ya olmaymiz. Ijtimoiy tarmoqdan foydalanmagan yoki bu saytga kirma yoki bu ijtimoiy tarmoq Instagramga kirma, bu videoni ko'rma, bu o'yinni o'ynamagan deya olmaymiz. Desak ham baribir foydasi yo'qligini bilamiz. Ular maktabga borib bilganini qilishadi, bizga bekitib bo'lsa ham shu ishni qilishadi, foydasi yo'q. Ammo hamkasbim aytib o'tganidek, nazorat qilish mumkin. Nazoratni yaxshiroq, kuchliroq qilish mumkin. Mana shu biz media fanidan dars berganimiz uchun, media soatxonlik va axborot madaniyati fanidan dars berganimiz uchun
aytib o'tamiz. Har bir dasturni mana shu Google Play Market o'sha ilovasi orqali родительский kontrol bo'limi bor. Ota-onalar nazorati. Ota-onalar nazorati. Mana shuni hozirgi zamonda ko'pchilik ota-ona bundan foydalanmaydi. Foydalanish kerak aslida. Mana bu hozirgi urfda bo'lgan mana shu PUBG o'yinlari yoki Clash of Clans yoki ko'pchilikni ommaviy tarzda, ommaviy madaniyat bo'lib kirib kelgan o'yinlarni taqiqlasa, bolani vaqti boshqa narsaga sarf bo'lishi mumkin. Yoki bu hamkasbimiz aytib o'tganlaridek, birorta sport topishlari mumkin, o'ziga hobbi topishlari mumkin bo'ladi. Nazoratga olish kerak ko'proq. Albatta, haqsiz. Qo'shimcha bor edi shu joyda. O'zi mana ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan shu masala bo'yicha. Lekin mana odamda o'zi umuman olganda odat 3 haftada shaklanar ekan. Ya'ni 21 kun odam bir xil narsa takrorlayversa, bu odatga kirar ekan. Ya'ni biz mana hozir aytyapmiz, kuniga 8 soat telefonga agar qaraydigan bo'lsa, bu уже odat bo'lib qolgan. Endi biz buni birdaniga misol uchun bu deylik dasturni o'chirib tashlashimiz mumkin yoki o'yin bo'lsa o'yinni o'chirib tashlashimiz mumkin, lekin bu bilan biz o'zgartira olmaymiz. Biz qachonki o'zgartira olamiz, biz sekin asta sekinlik bilan shu foydalanish soatini kamaytirib borsak va oxirida akamiz aytgandek kuniga 15 minutmi yo yarim soat qilib chegara qo'yib qo'ysak, biz shunga yetishimiz mumkin. Agar birdaniga mana bo'ldi, men ertadan ishlatmayman deb hamma narsani o'chirib tashlasangiz ham baribir ham vaqti kelib yana shunga qaytib kelasizda. O'shaning uchun mana 21 kunda odamda har qanday odat shakllanishi mumkin. Shu 21 kun chidash kerak, qiyin bo'ladi, lekin agar shu 21 kunni chidasa, shu yo'lga to'g'ri nima deydi, to'g'rilanadi. Ya'ni vaqti kamayadi. Endi bu yerda misol uchun mana Yaponiyada ham ish beruvchi tomonidan mana chakadigan ishchilari bo'lsa, ular demak kuniga 15 soat 15-20 daqiqa demak chakishga chiqishadi. Va natijada demak Yaponiyada ularning hukumatı shu tadqiqot o'tkazgan ekanda, yiliga ular qanchadir vaqt chakmaydigan odamlardan kamroq ishlar ekan. Shuni hisobiga chakmaydigan odamlarga ular ko'proq ta'til berar ekan. Ya'ni ko'ryapsizmi, bu yerda hisob-kitob juda ham katta. Mana siz aytyapsiz 8 soat kuniga telefon odam ishlatadi. Lekin biz bunda hisob-kitob qilsak, 8 soat kuniga bo'lsa, bu jami odamni umrida necha soat bo'ladi? O'zi umrimizni 20 yilini biz uxlab o'tkazsak, yana 20 yilini telefonda o'tkazsak, qolganini biz nima qilamiz unda? Shu ham o'ylaymanki, bu juda ham dolzarb masala. Mana shu 8 soat telefonning o'rniga biz o'zimiz ustida ishlasak, oilamiz bilan gaplashsak, shu toza havoda sayr qilsak, o'ylaymanki, bu ancha foydaliroq bo'lardi va yoshlarga ham shuni tavsiya qilgan bo'lardik. Albatta. Mana shu vaqtni qadrlashimda aynan mana shu odatim menga qo'l kelgan deb o'zingizdagi qaysidir bir odatni ayta olasizlarmi? Mana hozir aytdingiz, sekin-sekin qisqartirib vaqtni qadriga yetish mumkin, vaqtni ko'paytirish mumkin bo'sh vaqtingizni. O'zingizda ham masalan hech kim o'z-o'zidan boshida aytib o'tganimdek xohlab qilmaydi-da hamma narsani. Ilm olish uchun juda ham katta sabr kerak. Uni sevib qolib, o'zingiz xohlab bajargunga qadar bo'lgan jarayondan har kim o'tish kerak. Lekin bu jarayonda kim oson o'tadi, kim qiynaladi-da. Demak, qaysidir odatlarimizdan voz kechishimiz kerak, qandaydir yangi odatlar shakllantirishimiz kerak. O'sha shakllangan odatlar aynan mana shuni yo'lga qo'yganimdan keyin menga barchasi oson bo'lgan deydigan bir odatlarimiz bormi? Tomoshabinlarga, o'sib kelayotgan yosh avlodga ham bir maslahat bo'lsin, bu o'rnak bo'lish uchun. Endi bunaqa odatlar juda ham ko'p, lekin mana men har kuni harakat qilaman 10 daqiqa vaqtimni yangi til o'rganishga. Ya'ni misol uchun Duolingo degan dastur bor, balkim ko'pchilik boshqalar ham ishlatadi. U yozsangiz, misol uchun demak bitta bir kunda bitta o'sha ularni testini qilsangiz ham demak o'tgan hisoblanasiz. Agar siz shu dastur bo'yicha mana har xil savollar beradi, shularga javob bermasangiz, u dasturni o'zi sizga SMS yozadi. Bugun meni esimdan chiqazding, meni esimdan chiqazding deb nima qiladi. Ya'ni kuniga 10 minut vaqt ajratsa ham, kerak bo'lsa 1 yilda, 2 yilda, 3 yilda bir narsa yangi til yo bir narsa o'rganishingiz mumkin-da. Ya'ni kuniga azgincha vaqt bir narsaga ajratsangiz, u borib tomchi borib bitta daryo bo'ladi yo bitta dengiz bo'ladi. O'shaning uchun o'ylaymanki, mana azgincha vaqt bo'lsa ham, lekin doimiy ravishda bu odat bo'lib borsa, bu demak o'ylaymanki, bir maqsad sari bu ham bir qadam bo'ladi. Mana shu Duolingo dasturida men misol uchun 700 kundan beri to'xtamasdan kuniga 10 daqiqadan
shu narsaga vaqt ajrataman. Endi bu o'zi ham oson emas, bir xillarida esimdan chiqib qoladi, ulgurmay qolaman, lekin orasida baribir ham 1-2 kun o'tkazsam nima deydi, ular imkoniyat beradi tiklashga, lekin baribir ham bu narsa o'ylaymanki juda ham muhim. Mana shu ozgincha vaqt bir narsaga ajratsak, bu ham bizga ertaga foydaga olib keladi. Ya'ni biz to'liq bir narsa o'zi qilmoqchi bo'lsak, bir boshlashimiz kerak. O'zimizni mana shu yengib, o'zi dangasalikni yengib boshlasak, u yog'i уже sekin bo'ladi. Eng muammoli joy boshlashda. Aziz tomoshabinlar, shu o'rinda yosh hozirgi kunda o'qisam, kelajakda kim bo'lsam ekan deb bir o'y fikrda yurgan yigit qizlarimizga mana Britaniyada grant asosida o'qib kelgan akalaringizdan sizga life hack deymiz. Bugungi yoshlarimiz juda ham yaxshi ko'radigan so'zlardan. Demak, har kuni hech bo'lmaganda 10 daqiqa, mayli sizni yarim soat, 1 soat o'tirib dars qiling demaymiz. Demak, begona til o'rganish uchun, yangi til o'rganish uchun 10 daqiqani o'zi kifoya. Balki keyinchalik u tilni sevib qolib siz kunlaringizni sarflarsiz. Lekin boshlanishiga hammasini 10 daqiqadan boshlasangiz, hammasi siz istagandan-da a'lo darajada bo'ladi. Bugun mana shu ilmiy ishlarni olib borayotgan yoshlarimiz, mana siz hozirda o'qituvchisizlar, o'qituvchilarimiz bor. Mana shu talabalarga ilmiy ishlarni to'g'ri taqsimlashda, chunki erkin ijodkor sifatida ilmiy ishlar olib borayotganlar ham talaygina. Unda agar qandaydir vaqt deadline deymiz, oxirgi vaqt chegarasi belgilanmagan bo'lsa, inson qilaman-da degan bir erkinlik bo'lib qoladi-da. Mana shuni o'z vaqtida bajarish uchun sizlar qanday maslahat berasizlar talabalarga? O'z vaqtida bajarish uchun birinchi navbatda bizda motivatsiya uyg'otamiz, maqolalar misol uchun yozishga, guruhlar tuzamiz, ular o'zaro fikr almashishadi. Fikr almashgandan keyin o'ziga qiziq mavzu bo'yicha asta-sekinlik bilan tezislarni yozishga, tezisdan maqolaga o'tishga o'rgatamiz. Chunki ilmiy ishchi birdaniga bu sohaga kirib kelmagan insonga tushuntirish qiyin, juda qiyin. Talabani o'ziga maqola deganingiz o'zida qo'rqib ketishi mumkin va orqaga chekinishi mumkin va qiziqadigan talaba sizni hamma joyda o'zi topib keladi. So'raydi, surishtiradi, qiziqadi. Qiziqishini oshirish uchun bizda ko'proq g'ayrat bo'lishi kerak. Ular bilan vaqtim yo'q yoki vaqtim kam degan tushunchalarni yig'ishtirib qo'yib, ular bilan shug'ullanishga harakat qilishimiz kerak. Bu masala bo'yicha bugungi kunda ko'p dissertatsiyalar yo'qlanyapti, ayniqsa bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil etish bo'yicha. Chunki bo'sh vaqt deganda bizda bola misol uchun maktabgacha ta'lim muassasasida birinchi navbatda, undan keyin maktabga chiqqandan keyin 1-sinfdan 11-sinfgacha ma'lum jarayonda o'sha dars taqsimoti bo'yicha o'sha tartibda o'sib boradi va aynan bo'sh vaqtini nimalarga sarf qilish kerak va qaysi jarayonda, deylik, o'sha maktabgacha ta'lim muassasasida bo'sh vaqt bo'ladigan bo'lsa yoki maktab jarayonida bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil qilish bo'yicha bugungi kunda ilmiy ishlar olib borilmoqda. Aynan bizning kafedramizda ham bu masala bo'yicha ko'p diskussiyalar o'tkazamiz, chunki qiziq. Bu masala oldin ko'tarilmagan, chunki unga e'tibor berilmaganmi yoki Demak, aytib o'tganimizdek, vaqt qadri haqida juda ko'plab gapirganmiz, lekin u qadar e'tibor qilmaganmiz. Bu xususida sizlarda ham qandaydir fikr bormi? Aytib o'tganlaridek, biz talabalarga ko'proq o'zini ustida ishlash haqida o'rgatishga harakat qilamiz. Mana bu o'rgatish davomida biz kafedramiz bilan birgalikda fan klublari ochganmiz, ya'ni media savodxonlik klubi yoki yosh tarixchilar, mana shunga o'xshagan yoki yosh yuristlar klubi. Mana shu klublarda talabalar kelib maqola yozishlari yoki ilmiy ishlar bilan shug'ullanishlari, ma'lum bir kitobda tezis qilishlari, kitobni o'qib chiqqan holatda tezis qilishlari mumkin. Yo bo'lmasa, darsdan tashqari holatda nolovoy para deyishadi. Darsdan tashqari holatda guruhni yig'ib, mana shu guruhga alohida o'qituvchi o'z vaqtini, ya'ni raspisiyadan tashqari bo'lgan, jadvaldan tashqari bo'lgan vaqtini ajratib o'rgatishi. Bizda bunday holatlar juda ham ko'p bo'ladi, ya'ni talabalarga erinmasdan o'rgatishga harakat qilamiz. Ko'proq mana shu ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishlari uchun vaqtni bekorga, o'sha baribir talaba Chirchiq shahriga boshqa viloyatlardan kelgan ko'pchiligi bekorga vaqtni ketkazmasliklari uchun chaqirib o'rgatamiz, mana shu narsani harakat qilamiz. Shuncha qilishi mumkin. Media savodxonlik klubi dedi. Men o'zim media savodxonlik dars beraman, klubga ham boraman.
faoliyatini olib boraman. Men talabalarga klubga kelganda ijtimoiy tarmoqdan maqsadli foydalanishni o'rgataman ko'proq. Ya'ni Instagram faqatgina qanaqadir reels yoki kulgili narsalar ko'rish uchun emas, asosan uni maqsadi reklamalarni ko'rsatish uchun bo'ladi. Ya'ni katta kompaniyami, misol uchun oddiy MChni oladigan bo'lsa yoki qanaqadir universitetda oladigan bo'lsa, ular o'z haqidagi reklamalarni Instagramga joylaydi. Ya'ni ijtimoiy tarmoq orqali tarqatish uchun. Xuddi shu ma'noda TikTokmi, misol uchun Telegrammi, umumiy suhbatlash ilovasi deb oladigan bo'lsak, qachonki o'sha ijtimoiy tarmoqlardan unumli foydalansa, har bitta saytdan unumli foydalansa, men o'ylaymanki, unaqa vaqt ko'p ketmaydi. Yana qo'shimcha qilish mumkin, talabalar akademiyasida asosan keyin shu yerga men aytgandek, yosh huquqshunoslar dedi, ya'ni yosh yuristlar dedi. Aslida ularga o'zlarini huquq majburiyatlari, erkinliklari to'g'risida ma'lumotlar berib boriladi. Klub haqida agar gapiradigan bo'lsam, xuddi shu ma'noda. Vaqtni qadrlash masalasida talabalarda eng katta muammo nima deb o'ylaysizlar? Vaqtni to'g'ri taqsimlay olmasliklari. Ya'ni ular maktabni bitirib talaba bo'lishga muyassar bo'lishdi va keyinchalik deylik maktabda 45 daqiqa dars olib boriladigan bo'lsa, oliy ta'limda 80 daqiqa davomida dars o'tiladi. Va ular birinchi navbatda ko'nikishlari uchun biz sharoit yaratib berishimiz kerak. Va shu jarayonda biz ko'proq metodlarni qo'llab boramiz. Ya'ni bular aytib o'tgan metodlari ham, o'sha pomidor metodi ham shu metodlardan biri hisoblanadi. Deylik, shu metodlar orqali talabani qiziqtirib, uni asta-sekinlik bilan vaqtini to'g'ri tashkil etishi uchun yordam beramiz. Yordam berishga harakat qilamiz. Yana bir qo'shimcha sifatida talabalar birinchi kursga kelishganida talabalik eyforiyasi bo'ladi. Ya'ni talaba sifatida o'zini his qilishni boshlab, yangi muhit, erkinlik, o'zlari xohlagan joylarga bora olishadi. Kimdir konsertga tushadi yoki teatrga borishadi yoki ko'ngilochar joylarga borishadi. Mana shunaqa qilib o'zlarini erkin tutib yuborishadi. Talabalik hissini toki o'sha deylik bizda oliy ta'limda semestr yaqinlashmagunicha, sessiya yaqinlashmagungacha hali his qilishi qiyin bo'ladi. Mana shu davrda o'qituvchilar tayyorlab borish kerak bo'ladi. O'rgatib. Mana chet el oliygohlari bilan bizni oliygohlarni juda ko'p solishtirishadi-da. Bizda baribir hozir to'g'ri amaliyot va nazariya teng olib borilayotgan bo'lsa-da, nega darsga kelmading, nega darsingni qilmading degan savollar hali hanuz bor. Talabalar hali hanuz o'zini boladek his qiladi-da, lekin chet elda unday emas. To'g'rimi? Juda ko'p chet elda o'qib kelgan yoshlarimiz birdan borganda shu hozir siz aytib o'tgandek shoshib qolishadi. Birinchi bir chorakda bemalol bo'lganmiz va hech kim hech narsa demaydi, birov darsga kir demaydi, birov vazifang qani demaydi. Qanday yaxshi ekan bu yerda deb o'ylaysiz, lekin vaqti kelganda sizdan shunday talab qilishadiki, deb ko'p eshitganmiz. Sizda bu jarayon qanday bo'lgan? O'zi mana ta'lim tizimini agar solishtiradigan bo'lsak, shu bizning ta'lim tizimimiz bilan shu rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimida bitta asosiy farq bor. Xorijdagi o'sha ta'lim tizimi ko'proq talabalarni o'zini ustida ishlashga qaratilgan. Ya'ni deylik, bitta fanni misol qilib oladigan bo'lsak, darsda bu leksiya bo'ladimi yoki seminar bo'ladimi, o'qituvchi sizga siz o'zlashtirishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlardan 30% beradi. Ya'ni qolgan 70% siz o'zingiz kutubxonada va o'sha o'qituvchingiz tavsiya qilgan adabiyotlarni o'qib chiqib, u yerda videolar ham bo'lishi mumkin, maqolalar ham bo'lishi mumkin, turli xildagi boshqa konferensiyalardagi, demak, maqolalar yo tezislar bo'lishi mumkin. Shularni demak o'rganib chiqqaningizdan keyin siz 100% ga yetasiz. Endi yana bu yerda farqli joyi borki, darsda keldi-ketdini hech kim nazorat qilmaydi. Lekin shunga qaramasdan odamlar boradi. Nimaga? Chunki biladiki, agar shu mavzuni o'zi o'zlashtirmasa, darsdan keyin borib kutubxonada o'qib, shuni oxirgi shu ma'lumotlarni, demak, shu fandagi dasturni oxirigacha yetkazmasa, u ertaga imtihonni topshira olmaydi. Shu narsani ham bilgani uchun kutubxonalar 24 soat ishlaydi va 24 soat o'sha yerda odamlar bor. Imtihondan oldin esa endi to'g'ri hamma talabalarda bor, bu oxirgi taqash masalasi bor. Ishonasizmi yo'qmi, mana imtihonga yaqin bo'lgan vaqtda o'zi imtihonlar haftaligi deyiladi. Hammada shu payt imtihon bo'ladi. Kutubxonada joy umuman topilmaydi. Qolgan payt ham kutubxonada odam bor. Endi bizda baribir ham
bizani ta'lim tizimimizda ko'proq mana e'tibor beramiz. Endi yoshlarimizga biz ham ijtimoiy davlatmiz. U yerda kontrakt summasi ham past, misol uchun talabalar uchun. Xorijda esa kontrakt summasi birinchidan qimmat. Yoshlari ko'p o'zi to'laydi. Ular kredit oladi. Ular biladiki, men butun umr kreditni to'lashim kerak. Agar men hozir shuni o'qimasam, yaxshi baho olmasam, yaxshi o'qib shu fanni o'zlashtirmasam, ertaga men ish topa olmayman. Ish topa olmasam, men kreditimni to'la olmayman degan nima deydi, fikrda ham yuradi ular. Shuning uchun ularda mas'uliyat juda ham katta va hech kim ularni majburlab darsga kirasan, formada kelasan deb aytmasa ham o'zlari borib o'tiradida ustozini eshitadi. Qo'shimcha agar aytmoqchi edim, menda ham tajriba bor edi. Stajirovkaga borgandim, mingtalikka kirgan Malayziya va Sulton Idris o'sha yerda talabalar hayotda va Chexiyaga borgandik. Nima bilan? Bu yerda Karlov universitet ham o'zimdan oilada qizim Senspoda o'qiydi, yuridiskiy universitet Fransiyada. U yerda to'g'ri talabalar hayoti umuman boshqacha. Birinchidan to'g'ri mana hamkasbimiz aytyapti, kontrakt summasi baland va yotoqxonada ular har bitta talaba alohida yashashadi. Chunki hech kim xalaqit bermasligi kerak o'qish jarayoniga. Bu bir. Keyin haqiqatan ham masalan bizlar referat bersak, talabalar ChatGPTdan foydalanishadi. Lekin u yerda agar foydalansa birdaniga chetlatishadi. Ular o'zini fikrini yozishi kerak. Masalan, qaysidir adabiyotlar berishadi, ular o'sha borib adabiyotlarni o'qib, tahlil qilib o'z fikrini taqdimot ko'rinishda yoki boshqa ko'rinishda tayyorlab kelish kerak. Masalan, bir haftaning ichida 5-6 ta kitobni tahlil qilish kerak. Shuning uchun ular o'sha erta o'sha agar meni qizim o'qiyotgan o'sha nimada oliygohda bizda masalan bir xil talabalar to'g'ri MBlar ko'payib ketishi mumkin, lekin ular oyog'i sinadimi, shamollab qoladimi, o'sha auditoriyada o'tirishadi. Ular hech kim olib kelmaydi, tutorlar hech kim nazorat qilmaydi. O'zlari kelishadi, chunki qolib ketishadi, mavzudan qolib ketishadi va bu oqibatda bir nimaga sessiya yopishga xalaqit berishi mumkin. Va masalan o'sha Sulton Idris Malayziyada o'sha talabalarni bizlar o'sha nima qilganda ularda har bitta kutubxonalari bemalol shu koridorlarda ham shu yerda kitoblar bor. Bemalol o'tirib kelib, bemalol talabalar foydalanadi o'sha kitoblardan. Demak, aytib o'tganimizdek, bizda ham mana shunday hozirda mana shu jarayondamiz, chunki barcha sohada bo'lgani kabi ta'lim sohasida ayniqsa ko'proq e'tibor ta'lim sohasiga bo'lyapti. Bugun ta'limda juda ham katta o'zgarishlar, ayniqsa qizlarimizni, ayollarimizni o'qishiga juda katta e'tibor qaratilyapti va shu bilan birga bugun quvonarli holki, nazariyadan ko'ra ko'proq amaliyot talab qilinyapti. Demak, bosqichma-bosqich biz ham mana shu rivojlangan davlatlar qatoridagi oliy ta'lim dargohlaridek, demak, har bir talabani o'zi shaxs sifatida shakllanib, o'zini o'zi topa olishida, o'zi istab bilim olishida, demak, mana shunday ko'makdosh bo'lsak ajab emas. Vaqt qadri haqida biz juda ko'plab misollarni keltirishimiz mumkin, gapirishimiz mumkin, lekin afsuski vaqtga bo'ysunmasdan ilojimiz yo'q. Shunday ekan, bugungi suhbat uchun, tashrifingiz uchun va yaxshi fikrlar uchun barchangizga rahmat aytamiz. Salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, oltindan qimmat bebaho vaqtimizni biz nimaga sarflashimiz, zoyi ketkazamizmi yoki qadriga yetamizmi, bu faqat va faqat o'zimizni qo'limizda ekan. Shunday ekan, vaqtingizni, umringizni behudaga sarflamang deymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha omon bo'ling.